أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه أما بعد. Bugünkü dersimiz Mescid-i Dirar. Dirar degan ziyan urush, o'zaro ziyan urishgan. Ziyan urush uchun qurilgan masjid, ziyan urgan masjid, musulmonlarga ziyan urush uchun qurilgan masjid endi. Hadisbago la darara va la dirar. Nima ma'nosi? La darar degan ziyan urush yo'q degan bo'ldi. La darara va la dirara fil islam. İslamda birisi ziyan urush yo'q. Va la dirar degani endi abrayda ziyan bo'lgan ekan, men uni necha hassa, necha qatni qilib, unga ig'roq ziyan urush orqali javob qaytarish yo'q degan. La darara va la dirara fil islam. Laffa az-zalamul madinata biridaihi. Qarang'uliq shu shaharni o'z tuni bilan qapladi, yogidi, laffa degan yogidi. Shuni lepapa deymizmi? Va jannatin alfafa deganday. Vashtamalaha bisukunihi va had'atihi. Had'a degan tinchlikka, sukun degan jimjitlikka. Tinchlikka, jimjitlik bilan qapladi deydi. Ishtamal degan o'z ichiga oldi degan. Va awhashat tariq, yo'lmo cho'ldarib qoldi. Va sakanatid dur, o'yla aramlar, uyqurular jimib qoldi. Va aslaman nasu ila nawmin amiq. Kishilar cho'nqur uyquga oldi degandek, o'zini topshirdi degandek. Walakin daran ma jala ahluha fi yaqdatin wa hadar. Lekin bir uy bor edi. U uydagilar sagiklik, hushyorlik bilan uyg'oq turmoqda. Yaqdadagi uyg'oq. Bir xil sagik mubam. Oga qalatda lekin bunda g'aflat emas. Nayda shu sagik zodi bir ishni filallash yoki dakkirikida degandek. Jiddiychilikda. Va hamman va qalaq va g'am bi aramchilikda dedi. İjtama ahluha yabuthuna shakwahum. Ashu qurunun ahalisi toplashib o'zlarining dardlarini to'kishmoqda. İnnama ashku bathi va huzni ilallah. Bathi degan g'am qayg'u degan. Ve yenşuruna maknuna humumihim. Anı yani yaptığın degan mishada unda to'kash, ishligini chiqarish, taqtish boshqalig'i da to'kapirish degan ma'noda. Ve yenşuruna maknuna humumihim. Ve g'am qayg'ularining shu ishchilardagi yugilib qolganlarni asta chiqarmoqda deydi. Maknun degan qoplangan, yo'gilgan. Fi kitabin maknun. Nadu? Lu'lu'un maknun. وَقَدْ أَمِنُوا عَلَى الظَّلَامِ مَنْ يَرَاهُمْ. Ular qarang'u o'g'achqa kishilar bizni ko'rmaydi deb xotirjam bo'lib qolgan. Aw yasma'u sirrahum wa najwahum. Yoki ularning maxfiyatligini, o'zaro maxfiy pichirlashlarini anglab qolmaydi deb xotirjam bo'lgan. Qala Mu'tab ibn Qushayr dedi, ya'ni shu yig'ilganlarning biri bu, to'planganlarning biri, munofiqlarning birisi. Yashku bathahu liman dalafa ilayhi min al-munafiqin. Dalafa degan uni yaqin bo'lgan, yaqin turgan edi. Uningga yaqin turgan munofiqlarga o'zining g'am qayg'ularini, qayg'u-hasratlarini to'kib beryapti dedi. Nima ashku bathi va huzni ilallah. Bath mishada g'am qayg'u hasratlari degan. Abayatga yabuthuna degan to'kib berdi, chiqarib berdi degan. Mimman zahaba mazhabahu min al-kayd wal-adha. Mimman zahaba mazhabahu degan ashunun yo'lini tutgan deydi. Suiqasd qilish va musulmonlarga azob berish, ashunga o'xshash yo'l tutgan munofiqlardan, biz yaqin o'tgan munofiqlarga o'zining ishidagi dardini to'kib beryapti deydi. Va man raja'a marja'ahu min al-hasrati wal-ikhfa. Ashunga o'xshash maqsadga yetolmay hasrat bilan asta o'tirib qolganlarga qayt qaldı diyor. Asta o'tirib qolgan. Ya'ni bir ishni o'zi chiqaramay, planni amalga oshiramay, asta alasida o'tirib qolganlarga, o'ziga o'xshash ashunda o'tirib qolgan munofiqlarga dardini to'kib berayotgan deydi. Va man labisa qana'ahu min al-mudahanati wan-nifaq. Va ashunga o'xshash yuziga niqob kiygan deydi. Qandaq mudahana yag'lamachilik, nifaq degan munofiqlik. Shuningga o'xshash munofiqlik va yag'lamachilik niqobini kiyganlarga dard to'kib beryapti. Ayyuham min zalika alladhi yasri fi ahsha'i.
Ahsha degan ichki a'zolar. Masalan, qo'saqdagi uchay, bag'ri va hokazolarni ahsha deymiz. Mening a'zolarimga o'tib ketayotgan mush g'am qayg'u qanday bir g'am qayg'u bu? Bek ig'irmavdi. Ayyuhammin degan qanday bir g'am bu? Bu g'am mening a'zolarimga o'tib ketib qoldi. Xudo yuragidan asta shu qo'saqlari, shu uchay bag'riga o'tib ketgandek. Uyg'urchani bag'onsa ishiga o'tib ketdi. Va gap qattiq bo'lsa, Qashqarning gaplaridek ishiga o'tib ketadi. Ahsha degan ichki a'zolar, hashaning ko'pligi. Wa ayyu narin min al-ghayb tilka allati tashta'ilu bayna jawanihi wa dulu'i. G'ayb degan achchiq, chidiyan masliqi. Jawanih degan biqini yoki quvug'ining boshlangan yerlar degandek. Demak, javanih degan qo'g'i boshlangan qo'g'ining bayna javanih degan qo'g'ila qaplab turgan shu biqinlarim, qo'sqim demakchi. Dullar degan qo'rg'a va qo'rg'ila cho'rdab turgan, qaplab turgan ashuning ishimda lovdab yenayotgan, achchig'dan tarkib topgan bu o't qanda bir yomon o't bu. Men chidamadim uningga demak. Javanih degan janihaning ko'pligi. Yani qo'rg'on bu uchi degan bo'ladi janih degan. Innani vallahi haqiqatan men Alloh bilan qasamki, kullama lamahtu fi tariqi hadha al-makan alladhi tahayya li bani Amr ibn Auf lamahtu deganni biz shunda ko'zimga chiqib qolsa, ko'rib qolsam, ko'zimning quyruqida qarab qolsam degandek men dedik-ku. Men yo'limda ketib o'tib, mush Amr ibn Auf jamoatiga tayyorlanib qolgan mushu joyga, yoki shu masjid deydi. Shu tayyorlangan yoki shular uchun tayyorlangan mush joyga shunda ko'zim chiqib qolsa, shuni qarab qolsam, va da'uhu masjid Quba. Ular shu joyni Quba masjid deb chaqirishdi. Va za'amu anna Muhammadan qad wada'a lahum asasahu. Ular taqa Muhammad buning ulini satpagan, ul qo'yib qo'ygan deyishdi deb da'vo qilishdi. Za'amu da'valudu deymiz. Za'amu degan da'valudu. Va aqama qawaidahu. Demek onun ullarını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başında ulselep tamlarını koparıp bergen devalışıdığan şu Mescid-i Kuba'nın şunda yoldaki közüm çıkıp kalsa uğdi tarafi alel qada. Uğdi diyen ağda diyeninin birinci şahsızlık aldı. Yani ben taraf diyenler közlüdük. Qada deganni ya chapaq tuduq yoki dug' degan tuqam ya tarq degan ekanmi? Chapaqlar va ko'zga kirib ketgan bir axlatdek bir narsa. Men ko'zimga shu chapaqdek narsa bo'lsa-mu yo bir narsa kirib ketgan bo'lsa-mu, men ko'zimni ashnas ko'zimni bo'lsa-mu chidab yumaman dedi. Bu deganimda tas chidayman. Ya'ni bek tas sabr qilaman demoqchi. Shuni ko'rsam, ya'ni chidayolmay qolaman degan ma'noda. Ya'ni bu ko'zimga bir narsa kirib ketgan bo'lsa-mu, ko'zimni yumman degani noyta qiyin ahvolda qolaman, tas chidayman degan ma'noda. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Va uhni dulu'i alal asa. Dulu' deganda qo'rg'ular dedik. Qo'rg'ularimni hasrat, asad deganmanda afsuslanish, hasrat, qayg'u degan ma'noda. Afsuslanishqa bunda egiman deydi. Ahna degan bunda egib bergan. Ya'ni shafqat qilgan degan bo'ldi. Qanot yapgan masalan. Demak, men qo'rg'amni hasratning ustiga bunda tashlayman degandek. Hasratlanaman demoqchiman. Hozir demoqchi o'g'ina, men hasratlanaman demoqchi. Kullu man fil madinati yahtifu al-ana bi bani Amr ibn Auf. Madinadagi hamma kishi Amr ibn Aufning ismidan chaqirgan, shuning gapidan qilgan bo'lib ketdi dedi. Yahtifgan to'laydi degan, chaqirdi degan. Va yatahaddathu an masjid Quba. Quba masjidi haqida Fransali dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga dastlab kelgan vaqtida Qubaga tushgandi. Va tushib dushanba, charshamba, payshanba degandek necha kun turib, shu yerda dastlab shu masjidni bino qilgan. Ondan juma kunlarga yo payshanba kuni Madinaga kirgan bo'lsa, ya masjid jumani uni o'qigan desak, bu avval masjid. Ya'ni islom tarixida bino qilingan avval masjid degan bo'ldi. Bu masjid Bani Amr ibn Auf shu bir aymaq yoki bir jamoat va mahalla o'g'ashqa shular namoz o'qiydi ekan. Uning yanida yana bir jamoat bor ekan.
Mağlını sel körənməydiğən, bululan sel bunda tepşip durduğun bir cemaat var. Bulan çidiyenmay bununla. Muşunda emmіз oy beni bunda oy mescidi kubadat muhimda oy dep gitamı bizim şunda kalamız mı biz emniyeti bululanında tam adam tutsak mertebimiz okşaş tutsak dep bu çidiyenmay münafıklığa yani bir cemaatte. وما نحن وبنو عمرو بنا biz kim? Benu Amr kim? Ve eyyu qadamin yefra'unana fiha. Fara degan asli bunda tarmoq bo'ldi, shoxlab chiqdi, uzun bo'ldi degan, yoki uzridi degan ma'noda. Ha? Yefra'unana degan, ya'ni bunning bira qadimi bira chamdim bizning chamdimizdan uzroq, cho'ngroq bo'lib ketdimi, qaysi ishi bizning cho'nkan demakchi. Yani qaysi bir basqan qadimida bizdan cho'ngroq bir chamda yalibdi bular. Bizga o'xshashmaydigan xar. Va nahnu va hum abna'u umumatin. Ve biz bulardan bir navr hisoblanamiz. Yani nasab jihatimiz o'xshash tarmoq biz. Va aghsanu tabi'atin. Va aghsanu tabi'atin bo'lishi mumkin, va aghsanun tabi'atun bo'lishi mumkin. Tabiat degan shu aqaqdan o'lishib keldigan. Bir-birining aqaqdan bunda tammanadigan degandek. Bir-biridan ortiqchiligi yo'q demakchi. Ag'san degan shaq tutoqlar, daraxtning shaq tutoqlari. Lastu aktumukum zata nafsi. Zata nafsi degan ko'nglimdagi narsa demakchi. Zati sudur dilqo. Xuddi bir odamda bu ko'nglini bir narsa qattiq egallab olgandek. Egallab olganda zatiga egisi degan bo'ldi. Xuddi shu nafsimni, ko'nglimni egallab olgan ko'nglimning egisi degan ma'noda. Ya'ni bu naytanda ishi qaplab ketgan bir narsa ya o'chmanlik ya hasad ya shunda bir nima bo'lishi mumkin. Men dilimda ya ko'nglimda o'rdab ketgan butun vujudimni egallab olgan shu kashilamni men sizdan o'shimayman. Ve ma tahtawihi lafaifu sadri. Meydamning qatma-qat arasqa yo'g'ilib ketgan yoki lipablari o'z ichiga olgan shu illatni yo'shimayman demakchi. Lafafiya yo'g'ilmalari demak, qatlamlari. Innal hasada la yamlau a'tafi. Endi yoki chataq nima ekan? Hasad mening butun vujudimni qoplab ketdi. A'taf ya, ataf degan biqini degan. Kur'an-ı Kerim'de var "Tani atfihi yudillan sabilillah." Demek ki yeni bekini degan gap. Anliyada ataf degan ma bekini, u bekini, beklarning hammaning ichiga liq to'lsa, mening vujudimni butun nima qoplab ketdi demakchi. Wal ghaydu la tas'aru fi nafsi. Qattiq yoki g'azab mening ichimda yenib ketadi, yanadi, lovillab yanadi degan. Sa'ir deymiz-ku, ashabus sa'ir. ولست أدري دواء لما أحس. من مش his qilayotgan mush bir illatga, mush kashilga yoki kasallikka bir dori borligini bilmayman. Davo yo'q buningga. Va ilajan lima ashur bihi. Men his qilgan mush kasallikka iloj yo'qmi? Bir chora yoki davolash usuli yoki dori bilmayman demakchi. İlla an ara masjidahum muqawwada. Faqat men buning bir dorisi bor. Aşularning o'sha masjidda yiqitilib bayram qilingan holatda ko'rsam, shu chaqdan aram topadi ko'nglim. Kesilib saqlaydi demak. Muqawwad qawwada degan yiqilatdi, chiqilatdi, bayram qilyapti degan. Muqawwada degan yiqilgan, bayram qilingan holatda ko'rsam bu masjidni andin ko'nglim saqlaydi, aram topadi demak. Ve mejdahum daira. Ularning sha'ni shavkati, nom sharaflari, ulug'ligi, cho'ngligi bunda olmish bo'lsa, uni voy bani Amrof deb bunda nomini olib ketdi, o'ldan o'tkilib bizga da aylanib cho'glar tursa bu nom sharaf shu chaqda aramda bo'ladi demoqchi. Va rasmahum afiya. Rasm degan iz. Va rasmahum afiya. Ularning izlari o'chib ketgan holatda, shunda ko'rsam, unda arabda bo'ladi. Afa degan o'chganni bildiradi. Afa alayhi zamanning o'tishi bilan uning nimalari izi qolmagan, o'chib ketgan degan. Afallohu masalas degan. Afa qilayotgan yomonda. Walakin anna lekin qandami bunda qiyg'ili bo'lsin, nima choramda? Va kayfa? Nadimi? Anna degan nadimi unda imkoniyat bo'lsin? Kayfa degan qandami qiyg'ili bo'lsin bu. Bu planni qandami vujud chiqarili bo'lsin? Tas deydi. وقد قل العدد bizning sonimiz bek az va da'fal jund askarlarimiz aciz va azzan nasir bizga yordam bergan odammi tepilmaydi, azz degan tepilmaydi.
وانقطع الرجاء في خذلان المسلمين. Müslümanlarını yardımsız taşlap koyuşta. Yaka şunda hamda yenişte deydi. Ümit kalmagan tutar dedi. Kata deyip üzülüp kaldı dedi. Ümit takattan kalmadı. Müslümanlık küçük etti. Kale Sa'lab ibn Hatib. Şundan bu münafıkların sorunu boğan münafıklardan Sa'lab ibn Hatib bu gebni anlayan iken. Vaqad istava fi celseti. Sa'l tikrek oturup وَاعْتَدَلَ فِي قَعْدَتِهِ. Bu ma şu istava fi celseti okşaş. Tik oturdu demek. Rahat oturup inne hemmeke min beni ammike lehemmun yesirun. Senin bu bir nevre tuqqanlarına karta igen gamlaring yoki qayg'u-hasratlaring yo'q olan qayg'u-hasratken bu. Tayinlikken. Bunda bir esretin ketkideki iş yokken. Ve hatbun hayyin. Bu yengil bir işken demek. Hatbun degan iş. Yoki vaqa. İnne mi? İnne. Hatbun vaqalikdan kıldan. İş desek buldum ya. İnnemâ el-hemmullezî yeb'atu el-ahzân ve yuthiru kâminel eşcan. Hakiken de gam qayg'u asr digichlik va gam qayg'u degan bu odamda masalan ish push paydo qiladigan shu jon debningdo qayg'u-hasrat ko'ngildagi shunda dard alamlarning yushinib qolgan unda dard alamlarni qo'zg'aydigan shunda haqiqiy ham qayg'u-hasrat degan bu sendiki gam qayg'u emas bu hada dinulladhi la tahmadu jazwatuhu çoğu öçep kalmaydigan müşidin ma haqiqiy biz gam qayg'udak ishning biri deydi. Ve la taskunu harekatuhu. Bunun hareketi to'xtab jimib qolmaydigan. Ve la yanqati'u dukhulun nas fihi. Kişilerning ajdiga kirishi to'xtab qolmaydigan. Demak, müşidin biz g'ammish loyiq bo'lgan ishimiz shu. Lekin sening o binalar tuqqanlarimiz manda yuztab ketdi, unda degan bu gam qayg'u emas. أَوَمَا رَأَيْتَهُمْ وَقَدْ صَاحَ فِيهِمْ بِلَادٌ صَيْحَةً يَشُقُّ بِهَا صُدُورَهُم. Sen aşularının arasında Bilal'ın şunda bir azam olsa, ularının meydillerini yerip dillerine vakkıda kirdiğin aş ahvalını görmedin mi? Sayha, toğlaş, çakırak yaki. Yani azam ne demek? Bilal şunda azam olsa, bu azam ularının meydillerini yerip lan, jürikliğine bardı öyle. وَيَغْزُوا مَشَاعِرَهُمْ. Ularning bütün his tuyg'ularini, hissiyatlarini egallab oladi, ishg'ol qiladi deydi. Yoki his tuyg'ularga tegidi, hujum qiladi deydi. Faydahum jami'an yuhra'una lil-masjid. Shunlar ularning diliga borgan ekan bu chaqirib, shunda qarasam faida deydi. Shunda qarasam bular masjidga yugurayotgan. Yuhra degan tiz mangdo, yuguraydi, oldiraydi degan. وجاءه قومه يهرعون إليه ويزدلفون إلى ذلك البناء. أشو بناء مسجد بناء يقلشدو يعني برشدو ديما مزدلفة ديما يزدلفون يتقربون فيتأكد جمعهم. شونا هم مسا شو بناء يقلش خانكين ularning to'plumi texmi ta'kidlanib va taqvo asiratuhum ularningki yaqinchiligi, do'stligi, qarindoshligi kuchayib ketadi. Asira degan munosabatda yaqinchiligi, do'stlik, muhabbati degan ma'noda. Avasir dediqo bir darsda. Va tazkul mawaddatu baynahum ularning orasidagi do'stlik, sevgi, muhabbat texmi saplashib poklanib ketadi. Çünkü ular mescide bağlan çağda ya sosyallik ya başka bir münasebet için toplanmadı yani. Fakat lan şu Allah'a kulçılık kılış için, ibadet kılış için bir yer cem doğan iken bir yerdeki dostluklar sap buldu öyle. فَاِذَا كَانُوا فِي يَوْمٍ تَالٍ ular keyinki günde bulab kalsa adu ve ma'un cedidun mimma yedhul fi dinin. Ertesi bulataqa tünügen ki günde ularla birli olmagan, uğulunu dinine kirgen, yeniden İslam dinine kirgen bir adamla özge koşap mescide kirdemesin bunlar. Yani bunu işe qanday çıdıqlı olsun, münafıqla çıdayamaz. Ev yenhadiru ila aqidetihim. Yoki ularning aqidasiga tushib ketadiganlar edi. Xuddi bu musulmonlarning aqidasi bir o'rakdek. Bu o'rakka azgal bo'qqida tushib ketadiganlar. Inhadar degan tushib ketadigan ma'noda. Ya'ni shularning aqidasiga qo'shilib ketib, tushib ketadiganlar, damas tushib ketadi degandek bir gapni qilmoqchi.
inne istima'a Muhammedin ve sahbihi alen nahvellezî arâhu kulle yevmin lemimmâ yezîdun nefse hasreten. Muhammed'nin ve sahabelerinin kündü kuravatkan şekilde bunda toplanıp yığılıp turuşu hakikaten ko'ngildagi hasratni oshiradigan bir ig'ir ahvol deydi. Ve yuziquha asafan ve kamadan. Ko'ngilga afsuslik ve qayg'u hasrat tetisizdigan narsa. Asaf degan afsuslik, kamat degan qayg'u hasrat. Bu munofiqlar o'zaro shunda dard to'kishyapti. Birisi bizning bizni bir tuqqanlar bo'lmuş Rasululloh bilan ish bilan tashgan bo'lib, voy deb bizning manda Masjid Quba va deb boshqalar Madinaga boshqa voy Masjid Quba, voy Bani Amr ibn Auf deb shuning nomida ko'tarilib ketdi. Men buni chidayolmadim desa, yo'q bu sening dard asratdan hech nima emas ekan. Ma din adir rivojlanib taraqqiy qilib musulmonning ahvoli kuchga ketib bordi, o'zaro do'stlikka jonli ketib bordi. Manga asratlansak bo'ldi deb ma birisi adadini to'kdi. فقام وديعة بن عامر ومنافق ما أرنن ترب دبته دعكما ما تفيدان من الحسرة سرتكن بو حسرة ندامتنا قيان الله وما تبعثان من هم دفين كمالد شunda kömülüp ketken işin çıkarıp olmaydıgan bunda eser qo'zg'aydigan bu ishonni qo'yanlar demak. Ko'ngilda kömülüp ketken g'am qayg'uni qo'pirdigan dedi, jallandirdigan yoki qo'zg'atadigan ma gapni qo'yanlar dedi. Bu yerda undan muhimroq bir ish bor demakchi. Laqad ja'ani al-yawm kitabun min Abi Amir ar-Rahib. Bugun Abu Amir ar-Rahibdan bir maktub keldi menga. وهو من علمتم كراهيته لمحمد. Onun Muhammed'e üçmellikine sizler ondan bilirler. O kanda adam Muhammed qanchalik uch buni siz ondan bilirler. Bu şu Resulullah'a da karşı uruşmanda yurgan, plan soqib yurgan düşmanın kafirlarning birisi. Şu Ahzab'da Resulullah'a karşı urush qatnashgan, o'zi kashf etib bi'alik berib chet ellardan masalan, jamliqlardan yardım Muhammed'ni yo'qotishga yordam bersangiz deb baqqan, kuch to'plashtirib baqqan bir dushmanim. Sizlar uni Muhammedga uchmanlikni yaxshi bilasizlar. Va hanaqahu ala dini. Muhammedning dini yani islomga bo'lgan g'azabini bilasizlar. O'chmanligi, hanaq degan g'azab yoki chidamay shunda achchig'ida tug'anligini bilasizlar. Va hammahu min zuhur amri. Zuhur al-amr degan g'albat bo'lganligini aytgan. Onun ishi hukmron bo'ldi. Zahar amruhu degani butun nimaga hozir taqilib bizga yo'ldosh bo'ldi. Hokimiyat tikilib bunda kuch qo'yib ketdi demoqchi. Uning ashunda kuchib ketganligidan hasratlanishini bilislar edi. Qala innahum min yawmi an taraka al-Madina ma zala yasiru wa yakmunu. Demak, shu maktubida bunda aytamdi. Abu Amr Rahibchi ay maktubda qala degani, yani u maktubida bunda debdi. U Madinani tashlab ketgan kundan tortib, u Madinani shu g'azvati Xandaki Ahzabda muvaffaqiyat bo'lmasda ketib bu yerdan yordam tilab faqat kuch to'plashtirib baqqan. Mazal yasiru va yakmunu. U to'xtamay mangdi demakchi. U bu yonga chapdi. Va yakmunu degan yo'shinib manpaqti, ashkari manpaq degan tariqada yakmunu degan yo'shinib paqti demakchi. Va yunjidu va yuthimu. Yunjid degan aslida bu najd degan arablarning bu zimini najd va tihama deb buni ikki rayon bo'lindi desak, najd degan asal da to'pilik do'ngliklar, tag'liqlar, egizrak joylar. Ayında cho'ng bir rayon desak, tihama degani uymallik. Bir to'pilik chiqib bir o'ymonliq tushib, ya'ni men tinim topmay shuni tirishadiman demaksan. Yoki najdagi chiqdi, tihama uchdi desak bo'ldi. Bir taq chiqib, bir baq tushib, tag'ma o'ymonliq, sizlarga bunda to'xtamay chapdim demakchi. Yunji do'yi tim degan, najdagi chiqdi, tihamaga oldi degan ma'noda. Yoki bijdonga chiqdi, bir chiqib uchdi degan ma'noda. Hatta intaha ba'da tul ma tawwafa ila Hiraql. Demek şu uzun müddet bunda çoğulab aylanıp yürügenden keyin ahire Rim padişahı Herakliga berip to'xtadi. Fawajadahu malikan mutaassiban lin-nasraniya.
Bu padişahın Hristiyan diniga nait mutassib bir padişah ekanligini ko'ribdi. Mughidan muhniqan mimma sami'ahu min amr Muhammadin wal muslimina musulmonlarning va Muhammad sallallohu alayhi vasallamning kuchayib ketayotgan mushu ahvolidan, ishlardan olgan xabarlardan naiti siqilgan, achchiq kelgan holatga bunda bir podshohligini ko'ribdi buni. Endi es qilibdi. ثم حدثه بما يقع لمحمد كل يوم من فتح. Şuna o padişaha da so'zlab turibdi bu. Rahibchi bu Muhammad kundumunda utuq qazanyapti, u yer yani ishg'ol qilyapti, nima qilyapti, egallayapti dedi. Va ma yantaqil fihi min nasrin ila nasr. Nusratdan nusratga, g'albidan g'albiga yetkilyapti. Va laqad zakara li hamda ashu Abu Rahibning maktub yozgan gapini oyoq qadar o'qib turibdi deydi mashhurlar. Endi ma Vadi'a ibn Amr hozir shu maktubni o'qib bergan munofiq va laqad zakara li fi ma kataba. Ashu maktubida yana ma mushunda bunda debtu deydi. Yani şu nimaning maktubida kelgan so'zning davomi. Annahu qad istansarahu. Demak, Iraqdan bu yordam talab qildi rahib. Tawa'adahu an-nasr. Ular sizga yordam qilaydi, va'da qildi. Va istanfara degan yordam talab qildi. Qutquzinglar va idat deb talab qilsa istanfara dedi. Tamannahu bin-nafr. Shundan uni padişah yardım birdiğanlığı bilan ümitlendi dedi. Nafr degan yardım birishadi. Istanfarga yardım talab qilish. Faydastunfirtum fanfiru. Manna degan umniya, atamanna deymiz-ku, arzu qildi, umid qildi dedi. Shunda umidlendi dedi. Yani yardım qilganda bag'ini talqib qo'yibdim. Ve innehu la yushaku an yauda ila al-Madina. O Abu Amr rahib, yani Resulullah karşı urush qilish uchun kuch to'playotgan bu kishi Madinaga qaytishga az qoldi dedi. Madinaga qayta da'vat qildi. Yushak degan shu az qoldi, tas qoldi degan. Walakinnahu yaltamisu minna, lekin u bizdan iltimos qildi-ki, an nuhayya lahu ma'qilan khafiyan. Biz onunla maxfiy bir mustahkam bir qo'rg'onimizni tayyorlab berishimizni talab qilyapti. Men obdan mustahkam hech kim men tuta olmaydigan joydan birini tayyorlab beringlar deb iltimos qilyapti bizdan. Ma'qil degan shu mustahkam joy deyman. Va makanan tahta junhiz zalam. Kechining ichida, junh degan ichida ya bir qismida degan. Qorong'ulikning ichida, kechining ichida bir joy tayyorlab beringlar dedi. Yudabbiru fihi al-kayd. Aşu joyda turib, u plan so'qab suiqasd planlasin deydi. Va yukhayyitu nasij al-makr. Mikr to'qilmasini tikido endi. Bumi ama balag'at musoğanda. Kamada antum sani'un. Demak, bizda shunda bir o'rin tayyorlab berishni talab qilyapti-da. Misha kelmoqchi, sizlar qanday qilasizlar? Va bimada tushirun? Qanday maslahat bersizlar? Qanday qilsaqlar bu ish qarta demoqchi. İnna indi larayan qad zawwartuhu. Menda bir tayyorlagan bir ko'z qarash bor edi. Zawwartu degan tayyorlagan. Fa ahkamtu tazwirahu. Men bundan mustahkam hech qanday shamol o'tmaydigan qilib puxta tayyorladim dedim. Va xuttatun dabbartuha. Yani men planlagan bir planim bor. Va adunnuni ahsantu tadbira. Men bu planni naite puxta planladim deb o'ylayman. فإن شئتم سمعتموها خال سانلا ona anlap bakınla ve in şi'tum radatuha khal sanla radula sanla ixtiyaranla fastashrafa jami'uhum ilay şulan ularning hammasi shu so'ringi munofiqlar hammasi bo'yinlarini uning suzab qarashdi aşan almoqchi bo'ldi tashraf degan bo'yinni suzab qaradi va qalu hatima indak akila qana sendeki planni anlab bakaylarmiz va ti ala g'ayat ma fi nafsik sen ko'nglingdagi şu planını en yamanını degan. Bunu koymay hemmene ahiret çeki kadar degan demek. Qala laqad alimtum anna Muhammadan qad asbaha min al-quwwati bima la nastati'u saddahu. O munafiq deptandı özün planı. Sizlarda bilisizlar, bu Muhammadda shunda zo'r kuch-quvvat bo'lib ketdi, kuchayib ketdi bular. Uni to'sash mumkin emas. Avval qiyam fi wajhi. Uning yuziga yüztüral karşılaşıp onda takabül turish mümkün emas. Ve innena mastata'na an nusakinehu fil Medine illa bi fadli ma nudiru min malaqin.
Biz onunla Medine'de faqatla şu xoşamat izhar qilib, munofiqlik bilan bunda birga yashab turalatimiz. Ve ma nartadihi min thawbin nifaq. Biz şu munofiqlik to'nini kiyib turib, andan turaldık Medine'de. Bo'lmasa allaqachon bizni yo'q tutdi. Ve qad ra'aytum kayfa kana yalhanu li amrina. Bizning ishimizga yalhanu deganni yaftinu. Bizning ishimizni qanday sizib qolganligini siz ko'rdinglar. Ve yantabihu li ghamazat uyunina. Bizda ko'zlarimizni yumib shimilditib qo'yganligimizni shuni tuyib qoldi bu. Özara mesela biz Resulullah bazı sorunda özara biz bunda birbirimizga ko'zimizni yumib ishorat qilib bizni qo'ysak bu shuni sizib qoldi demoqchi. Fa huwa minna abadan ala rayba. Shuna u bizning davomli gumon qilib turdi. Gumon bilan qaraydi bizga. Va huwa min amrina daiman fi shak. Bizning ishimiz haqida davomli shak shubada turdi. Bizga ishonch qilmaydi. Va ra'yu indi ana mening maslahatim أن نعمد إلى مكان فسيح نبني فيه مسجدا. Biz kengre bir joyni tanlab, na'ma degan naqsud deyman. Kengre bir joyni tanlab, ashunga bir masjidin birini yasaylik. Va natawahhamuhu musalla. Biz uni namozgoh qilib, endi ko'rsataylik. Thumma nuqimu lahu min baynina imama. Buni yani namozgoh qilib olaylik demoqchi. Namozgoh devolaylik buni. Yani masjid devolaylik. Aramızdan bireylerini imam kılıp tıklayla ve nede bile Muhammed'in neduhu lissalat fihi mudahinin andın yağlımıçılık kılıp biz Muhammed'in kaç verip müşahidin namaz okutayken boslar de teklif kılayla ve nahlifu lehu kadibin yalgan kasemlarını içeyle yanına şipireyle feyda mestecabela duayna bizden çakırıklığımız boyunca kepkasa ve saddakana fi eymanina kasemlerimizge şense eymaniye kasemlara فقد استطعنا أن نفرق الجماعة. Biz Müslümanların cemaatinin birlikini parçalayacağız ve nasda'al vahda. Yani nusdi'al vahda degan. Ularning birlikini dezgetkizalimiz birligiga, yani yeritamiz degan. Nusda' degan nashuq yerik paydo qilamiz degan. Shak yetkizamiz. ثم يكون المسجد بعد ذلك في الظلام ملاذا لأبي عمرو. Ondan bu mescid sirtqi ko'rinishda masjid bo'ldi. Biz shunda masjid bino qilib, shunda namoz o'qib, shunda ibodat qilib olgan musulmonlar shaklida ko'rinmas. Ondan qorong'ulikda, kechsi bu masjid senkar rahibga panoh oladigan joy bo'ldi. Malad va malja panoh oladigan joy. Lima yurid o'zi qilmoqchi bo'lgan ish uchun ashar panohlanib plan so'qadigan shu qas planlaydigan joy bo'ldi demak. Va ha huwa da mujamma' ibn jariya ana awo mujamma' ibn jariya bizning ishimizdan bo'lma. Bu Qur'onda dag'am bebal ekan shu chog'da. Kichik bola ekan yoki kichik bolamizmi sonra yosh bolamizmi sada buning planiga qatilmagan bir kishi ekan. Mujamma' ibn Jariya bamana İmam Tayya shuni qachon imom qilamiz ishni to'g'rilaylar demoqchi. Qari'un Qur'on Qur'on yadagan qari arifun bil fara'id Allah farz qilgan ahkamlarni biladi ya'ni ahlilni demoqchi ekan. Nad'uhu li imamatida uni bizga imom bo'lishga taklif qilamiz va nuhimuhu husna qasdina bizning maqsadimiz nihoyat yaxshi deb qo'llaymiz uni. Nuhimga qo'llaymiz deb Anda tushundirmiz yoki anda uqtirmiz. Fama indakum mimma ra'aytu. An mening shu ra'yimga qarta, mening maslahatimga qarta. Sizlarda qanday bir inkas va injava yoki to'g'ri topamsizlar buni. Fakulluhum amana bi ra'yi. Shundan bunda Allohning ajib yaxshi bilankan deb uning o'sha ko'z qarishiga ma'qul ketdi bular. Bunda qillar. Amana degan shu qayl bo'ldi deydi. وأثنى على تدبيره وحزمه. أما إذن بردك bunun qat'iyligi, keskinlik, hazm degan qat'iylik, keskinlik. Tadbir degan qilang'uchilikka, chora tadbirlik ekanligiga, qat'iyligiga madiya o'qibdi, maqtabdi. Va gadaw yad'una al-asasa va ya'udduna al-bina. Atignanda bu kechida unda plan qildi yarim kechida. Atiganda qubab ul soldi deydi va qurilishga tayyorlik qilishdi. Va gadaw ala hardin qadirin va Qur'on Karim. Va yahduhum ar-rijal. Raja degan umr. Yahdu degan
yo'l ko'rsatganini bildirdi yoki yo'lda menish uchun unda naqsh o'qib berganini bildirdi. Masalan, to'giga o'qib turgan naqshimi shunday deb ataydi. Yo'lda masalan to'ga erib qolmay menish uchun yoki yo'lovchilimi zerikib qolmas uchun da mo'l karvon naqshisi to'lab bersa, uloqlar tez mana erib qolmay, zerikib qolmay. Unda harakatlanmada xudo naslig'i. Ben de zerikib qolmas uchun o'qish mumkin. Lekin ma hida degan bu to'giga o'qib turgan naqsha. Albatta bu inson bundan foydalanadi. Zerikib qolmay, mo'lni qilib. Lekin to'ga ubda yo'lmaganda mana naqsha o'qib bersa. ويزين لهم الشيطان خوادع الآمال. Mek yahdum ar-raja degene ümit ularni haydaydi deydi. Hareket keltirdi, mang'uzudu. Şeytan ularga yalgan ümit arzularını zinnetlep birdi. Yani adam gollaydigan arzu armanlarını zinnetlep, yaxshi eslep, ko'z tipirdi demek. Hatta stava masjidan qa'imal judran. Şuna ahiri bu mescidni uluna tilab, tamlarını qo'pirab, raus mescid qilib bitirib bo'ldi dedi. Mescid bitib bo'ldi. Matinal imad Türklerin ait müstahkem, vadihal maalim ve hudud, bunun dairesi ve belgesi mi ait eniqin, mana mescitte görünüp durgan, bunda halette bitip çıktı dedim. Vansarafu ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bular mescidini tapılap Resulullah'ın kaşkıbadı. Fevaceduhu mutahiyyen li gazur Rum. Resulullah'ın Rimla karta leşker tatıp meneş tayyorlıkta halette tuğallıkını körepti bular. قالوا يا رسول الله بلدتون يا رسول الله لقد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة. Biz ağırıp kalgan bazı bir ihtiyacı var kişiler için bir mescid bina kıldık. Mesela mescid Kubağa verip bulunmaydı. Yakınrak şu bizim mahalledir lan bundan. Üşerdiler namaz okuyduğunca, yol yürüp bulunmaydıgan, yaşanıp kalgan, keselce adamlar için bir mescid yaşadık. وَاللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالشَّاتِيَةِ Yağmurluk keçide mesela patkak teyzeciklik etmesi için şu mealdiler mi? Şunlarla okuş için mescide sutuk. Ve şatiye diyen katı soğuk olarak etkendim o. Jirak mescide verip nemek bulanmayı şu mealdiler mescide okuş için yakınlan mescidin bina kıldı o değil. Şatiye diyen aslında ki soğuk keçide demek. Şita diyen kışkı. ثُمَّ لِتُقَامَ ف۪يهِ الصَّلَاةِ Namaz okulsun. Ve tuadda şair Allah Teala'nın aşında ibadetleri ada kılınsın demek. Ve kad ihtarna lehu mucemmi'a ibn cariyete imamen. Biz aşmeske Mucemmi' ibn Cariye diyen şu karımını imam kılıp tanıdık. Ve huve men alimtehu hifzan lil Kur'an. Onu silobdan billah, yani Kur'an yadlaşta ve ilmen bil faraid, Allah farz kıygan şu ahkamlarını bilişte ve basran bima fi kitabillah, Allah Teala'nın kitabını obdan bilişte onun layakat ekanligini özleri billah. Ve kad davnaka lis salat fihi. Biz aşı bizim sağlam mescitte özlerine namaz okuyup beraber deb taklif qilib keldik. Fa in fa'alta faqad nalana al-khayr. Agar shunday qilsalar bizga ko'p bir yaxshilik qilgan bo'llar. Yaxshilikka erishimiz va haffat binal baraka. Bizga barakat yetdi demoqchi. Haffat degan bizni barakat cho'rdab turdi, qo'rishaydi degan ma'no. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inna ala janah safarin. Rasululloh aytgan biz safarga chiqay deb turibmiz, safarga tamishlayapmiz demoqchi. Janah degan qanot degan bo'lgan. Bu balag'iy so'z. Janah safar degan safarning qanoti ustida. Yani safarga chiqay deb shu uchay deb turayotgan qushimiz olti deganday. Walakin idza raja'na inshaalloh, lekin biz Alloh xolis qaytib kelsak Madinaga, anda shu chaqda biz masjidga kelib namoz o'qib ziyorat qilamiz deb. Walakin idza raja'na inshaalloh degani ya'da idaning javobi nima? Mahzuf. İdza raja'na inshaalloh qayt qilamizda inshaalloh nima qilmoqchi? Masjidga berib ziyorat qilib namoz o'qib beramiz inshaalloh. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azatiga chiqish oldidagi vaqt.
وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم من غزو الروم. Şu Resulullah Rum gazetinden qaytib keldi. Hatta iza lam yabqa baynahu ve baynal medinati illa yawman. Qaytib kelib Resulullah bilan Madina aralig'ida shu 2 kunlik yo'l qolgan vaqtida habata alayhi ruhul amin. Demak Resulullah qaytib Madinaga kirmay turiblar, balki shundan miski berib namoz o'qimoqchi bo'lishi mumkin. Ular 2 kunlik yo'l qolgan chog'da Jibril alayhisalom vahiy elib tushdi. Muballighan an Rabbil alamin, alamlarning parvardigori bo'lgan Janob Allohdan vahiyni elib Resulullahga yetkazgan holatda keldi. O'sha oyat tushdi. Vallazina ittakhadu masjidan diraran. Mu'minlarga ziyon urish uchun masjid yasaganlar shu munofiqlarning jumlasidan. Va mishada atifa nimaga? Sura Tavbada va minhum may yalmuzuka fis sadaqat va minhum man deb keldi. U munofiqlar ichida mandigi va u munofiqlardan manda o'sallar va deb keldi. Ya'ni shuna bu sura Tavbani suratul Fatiha deb ataydi. Munofiqlarni rasvo qilgan sura Al-Kashifa, Al-Fatiha. Şu vellezine degan yana musulmonlar jamoati ziyon urish uchun masjid qurgan munofiqlar bor, shu munofiqlar jumlasidan. Va kufran va munofiqlikni, kufrlikni kuchlantirib, kufrlik ishlar uchun plan to'qab masjid yasaydiganlar demak. Va tafriqan baynal mu'minin. Yani bunun maqsadi mu'minlarning safini parchalash va irsadan liman haraballoha va rasulahu min qabl. Yana ilgari burun Gazvatul Ahzab'da mesela, Yevmul Handek'te, Gazvatul Ahzab'da burun Allah Resulü karşı uruş qilgan düşman üçün liman degan ha? Şu nima? Rahib. Şu o'g'ri üçün tayyorlab bergan. Irsodni degan tayyorlab bergan. Tayyorlab berib, bunda masjid salgan munofiqlar bor. Va la yahlifunna in aradna illa al-husna. Bular taqa bizning niyatimiz yaxshi, biz yaxshi maqsadda bino qildik deb qasam ichishdi. Vallohu yashhadu innahum lakadibun. Allah ularning yolg'onchi ekanligiga guvohlik berdi. La taqum fihi abada. U masjidda hargizmo namoz o'qima. La masjidun ussisa alat-taqwa min awwal yawmin. Birinchi kundan tortib taqvodorlik ustiga qurilgan masjid albatta ahaqqu an taquma fi. Sen unda namoz o'qishingga eng loyiq. Yoki shu loyiq deydi. Uni boshqa loyiq emas. Ana masjid ustisalat taqwa min awwal yawm degan qaysi desa, Rasululloh masjidi moda tafsir qildi. Yoki Qubodagi Rasululloh Madinaga kelgan chog'da dastlab bino qilgan masjid o'g'o. Shu Rasululloh bino qilgan masjiddan shu. Her ishkilisi. Quba masjid bo'lishi mumkin, Rasulullohning Masjid Nabaviy bo'lishi mumkin. Shu sen namoz o'qishga shu loyiq deydi. Ma af'al vazni ba'zida unda af'al taqdim ma'nosida emas, bunda holat mumkin. Haqqan taqmu shu loyiq. Yani ma masjid dirarmi loyiqdi, ma loyiqdi, lekin ma bakak loyiq deymiz. Shu loyiq. Fi rijalun yuhibbuna yatatahharu. Shu masjidda noit bak paklanishni yoqtiradigan erlar bor, o'g'illar bor deganda. Rijal degan niyatda erkak o'g'illar bor, erlar bor. Yo'q, yatatahharu degan bu bak paklanishni deydi. Bu bak paklanish dili va iymoniy jihatdan bak paklanish bo'lishi mumkin. Ya'ni ba'zi rivoyatda bular istinjoq bo'lgandan keyin suvdan mustaqil o'tdi. Qulamaslikka shu jamoatlar deb kelgan. Vallohu yuhibbul mutahhirin. Yani istinjo qilgan bo'lsa, chalni ishlatib, tozlatgan bo'lsa, pok bo'lgan bo'ldi. Lekin uning ustidan yani texmo pokizlash uchun suvni chaqab, butun asrni yo'qotganlik bu pokizlash. Davomiki mustaqil qilishdan o'sha yaxshilik chiqdi. Vallohu yuhibbul mutahhirin. Alloh taolo shunda bak pokizlik qilgan, ya ma'naviy, ya moddiy tarafdan bo'lsin, shunda texmo obdan pok bo'lishni ko'zlab, tirishchilik ko'rsatilgan shu mu'minlarni yaxshi ko'rdi dedi. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallohi wa ridwanin khayrun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin tanhara bihi fi nari jahannam. Qurilishini deyiladi. Bino, sağlam binoni qurilishini
Allah Teala'ga takvadatlık kılış ve Allah Teala'nın razılığını közlep sağan kişi bu yaxşı mı? Ya ki sağan kuruluşunu ölünüp kitay dep tuğan bir taraftan sağıp çıkıtpağın bir yani levigi kuruluş sağan kişi yaxşı mı? Herin degen örley dep kalgan ya. Yürüf degen mesela bir yağlık var. Yağlık olsa su şakırap düşse bu bir taraftan da şükür turdu mu? Yürüf degen cerafa degen to ihtifak ketdi. Anımda başkası çıktı, cerafa degen ihtifak ketdi. Demek sel kilep bir yağlıktan şakırap şükür tursa bu su. Yağlıkның levi bunda yeri mesela. Daha azazdan tökülüp çıkırdı o. Şunda ketip bağın şu yağlıkның leviga uysasa bu endi uzun qamadan pop düşürdü. Demek aşında yagi uysag'an kishi yaxshimi yoki taqvodorlik va Alloh taoloning rozini ko'zlab qurilish kishi yaxshimi? Endi leviga salsa tanhara bihi fi nar jahannam. Aşında çıkıp ketay deb qolgan yağning leviga uysalar, ana bu uyi ya qurilish ya sağanımsa jahannamning o'tiga tushib ketgan kishi yaxshimi dedi. Vallahu la yahdil qavmaz zalimin. Allah Teala o zalim kavimlarni hergiz yeteklemaydi dedi. Demek şu münafıklar demekçi. La yezalu bunyanuhumullazi banaw ribatan fi qulubihim. Ular bina qilgan ash qurilishi, ash masjid ularning dillarida shak shubha gumonliq holatda ashunda turaverdi dedi. Ya'dam demakchi o'g'ini la yazalu bunyanuhumullazi banaw ribatan fi qulubihim. Aşı sağlam binası bularning dillarida shak shubha bo'lib turdi yoki uni yiqivetishi shak shubha bo'lib turdi deydi. Demak bu hamda qanday shak shubha bo'lib turdi? Bu Rasululloh buni uqib qolgandimi maqsadimizda? Filanlarimiz eshitib qolgandimi, sezib qolarmi? Bundan da buni dakki-dukkida bearamchilik turdi demakchi. Ba'zi mufassirlar la yazal bunyanuhum deganni hatmi bunyanihim deb tafsir qilgan. Yani aşular sağan aş qurilishni yiqib o'tish bularning ko'ngillarida shu bo'lib turaverdi degan ma'noda. Illa an taqatta'a qulubuhum. Faqat lam ularning dillari param-parchalab, dillari ashunda qimichin bo'lib ketib qolsa, andan bu shak shubha joyisiga o'rin qolmagan bo'lg'achqa shak shubha yo'qladi. Bo'lmasa shak shubha gumon ashunda holatda turdi demakchi. Demek bunların dilleri paramparçalıp gelse, hani şek şubdan kutulup uçakta aram tapıdı. Yani bu degine, hani o kalbi paramparçalıp nufk etmeydi o. Demek şek şubdan, gumandan her gün kutulanmaydı, ko'ngli aram tapmaydı, ko'ngli tinjimaydı demek lazım. Demek dili saqlam bo'ladigan, guman dekki-dukka ayrılanmaydı. Vallahu alimun hakim. Allah Teala ularning suiqasdlarini, planlarini, dilidiklerini hammasini bilib turgucha va shunga qarta puxta ish qilib tasarruf qiluvchidir. Ya bu oyat tushgandan keyin fa'arafa Rasul sallallohu alayhi vasallam kaydam. Yani Rasululloh ularning suiqasdini bildi. Va alima ma kana wara ma'sul kalamihim. Ularning shirin shakar sözlerinin aklı yoşurulgan suikastını bildirdi. Ma'sul degan asal yaratılgan. Ve medhun emanihim. Ularning yağlamachi arzu armanlarının akıda nima yoşurganligini bildi. Ve ma wasala lil madinati hatta ba'atha rajulayn bi ihraq al masjid ve taqwidihi ve hadmihi. Medine'ye berabermayla iki kişini evatip ay mescidini köydürütünler, yıkıtınlar, çıkıtınlar, öğrütünler buyurdu. Kelimenin birisi vahşi deb rivayet. Taqvid mana, muqawwad dediqo, taqvid degan yıkıtish, öğretish, vayron qilish. Hadm deganmi yıkıtish, öğretish. Ve asbaha Mut'ab ibn Qushayr ve talaffat. Şu Mut'ab ibn Qushayr etiyanda tang atqizdi, qopdi bu. Ve talaffat, uyan da qardi. Fa idza bil masjid qad tahaddam. Da qaraydigan bo'lsa, masjid o'rilib ketgan. Vel bina qad taqabat, u qurilish hammasi vayron bo'lgan, yiqilib tushgan. Fa'alima anna Alloh fadaha amrahu. Demek bular shak shubida, dekki-dukkida shunda turdiqo.
bizim şu kasını bilip kalağımı, çenip kalağımı, Allah Teala bunu bildirip koysa, şimdi aşkarının kalağımı da bunda dekki turdu. Onlar, فَعَلِمَ أَنَّ اللّٰهَ فَدَعَ اَمْرَهُمْ. Bu Allah bizden resva kıttı, bizden suikast planımızdan eşip taşlap, taş kılıp, bizden resva kıttı, dep düşen dedi. Ve efşâ sirrahum. Bunların sırrını eşip taşlaptı, paş kıttı, dep düşen dedi. وعاد وصحبه إلى ما كانوا فيه من هم وقلق. Şunlar o ve onun hamraları burun karşı kaygı-hasret ve bir aramçılığa kayıttı. Kaygı-hasretin nemedinde Müslümanlığımızda kuşuyup kitabı, bulanın ortadaki birlik, beraberlik, karındaşlık, münasebeti şunda, yakışımında bu kitabı, hep şundan kaygı-hasretin kalak diyen bir aramçılık. Bizim münafıklık kaldı, anda kılağımızda dekkireşiyor. Ve hüznen ve kemat, çıpışke ve gam kaygı. Ve yemkuruna ve yemkurullah, vallahu hayrul makirin. Münafıklar, kafirler, suikast kılıdı. Mikir kılışıdı. Allah'a mikir kılıdı. Allah'a suikast kılıdı. Demek nereden suikast kılıdı mikir diyen mukabele nasıl var? Balagatta nokulu. Kudan da ula urak olaydı. Allah'a urak olaydı. Ahirandan ula urak şudu demek. Yani bu müşakele tarihte diyor. Nesullaha fenasiyahum yani. Ve ceza seyyiatin seyyatun muslaha. Vallahu hayrul makirin. Allah Teala aşında suikast kılsa, ya mikir kılsa en yaxşı mikir kılgıcı zattır. Çünkü o Halik. Ama el-Kadir ala kulli şey, el-Azizul Cebbar. Onun için bununla çağırıyor. Ve münafıklar oraya düşmeyi çağırıyor. Vallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.